شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz bugünkü Sure Bakara'nın 98. ayetinde ehli kitaptaki yukarıda ötken ayıp noksan, kemçillik, hatalık ladın başka akide noktasındaki naiti xatarlik bir fikrini bayan kılımız. Bu okşaşlar kündülük dersimizde de ötkünümüzde ehli kitabınınki bunçula lanetlenip ketişi, harlık, zebulluqqa bekip ketişi, bular Allah subhanahu ve ta'ala'nınki tarixtin buyan lanet kılıp harlık, zebulluqqa mahkum kıvetişinki sebeplerden birisi. Bular Allah subhanahu ve ta'ala'nın üstüden, din nameden özü bilmegen şekilde nayet xatarlik sözlerini sözleydi. Xatarlik fikir ideyalerde buludu. Bunun tipik misallardan birisi bugünkü derste tilga ilingan mazmun. Yani ehli kitabınınki Allah subhanahu ve ta'ala'nın malaikilerinden o undak yoki bu bundak degan har xil bana sebepleri bilan birisidan ayırıp qarashları, ayırıp muomala qilishları bugünkü oyatning mazmuni shu 97 98 oyatda. Allah subhanahu ve ta'ala Peygamber aleyhissalatu vesselamni bulaga bu meseleni mi o'tirg'a chiqish bularni oldiga qo'yishga buyurib da'atida qul. Ey Muhammed aleyhisselam bulaga denki من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Yani bu mesele mu emniyeti karakter cihette bulanınki karakterdeki bir xil nima deymiz endi töhmetçilik yoki buzuqluq deymiz yoki Allah'ın üstünden iftira atıdığan bir idi deymiz. Yani üzgü bahana izleş meselesi. Biz ilgirki derslerimizde bularning hali cennet hakkında cennetke biz kirimiz haq kirmaydi. Biz islam kirimiz degan bir gapini anglagan. Dövsaqqa kirib qalsaqmı şu necha kunda shunda alam chiqib qilishimiz mumkin degandek gaplarni anglagan. Bugunki mu shu xil shakldagi gap so'zlar. Payg'ambar alayhisolamga Mevlamimiz vahiy Jibril alayhissalatu vesselam orqali keladi. Bunu bahane qilib, ya bizga düşman Jibril, yani Jibrilni biz yomon ko'ramiz. Sana mush Jibrildan boshqa malaikalar kelgan bo'lsa iymon etib chiqamasman. Mushuning sababidan bu deb, yani o'zining iymon etmasligiga, ularning ne kitobida, ne boshqa yerida dalil bo'lmagan shaklda Jibrilni o'ziga düşman qilganlikni bahona qilib oldi. Bu orqali yana o'zini bir aqlaydi bular. Bular tushunmaydi-ki Jibrilning kimning vakili, kimning quli, kimning buyrug'i bilan shu ishlarni qilyapti, buni bilmaydi. Yoki bilsin, bilmaslik selib aqmas banolarni o'tirg'a chiqaradi. Payg'ambar Allah subhanahu va taolo bularning o'tirg'a bu gapni qo'yishga buyurib davotidi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Ey Muhammed alayhissalom siz bularga dengki, kimki Jibrilga dushman bo'ladi ekan, Jibril sizning qalbingizga bu Qur'onni Allohning izni bilan olib tushdi u. O'zi chaqlamadi, o'zi xalab ish qilmadi. Onun üstüne bu Kur'an şulanın qeşidagi Tevratga bir zid kelgan Qur'an emas. Qarshi kelsin, andaki noy Mavla bizning aqidamizni buzg'ili kepti yoki bizning aqidamizni yiqili kepti deb qarshi chiqsin.
Qur'on Tavratdagi mazmunning o'zi shu tursa, Qur'on o'tirib qo'yayotgan tashabbus temalar Tavratning temalarining aynisi shu tursa, va huda va bushra lil mu'minin. Bunga iymon etgan mu'minlarga nisbatan to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, xo'sh bishorat beradigan bir kitob tursa, buning ne yomon. Mushunda o'g'alliq qilib Jibrilni yomon ko'ramdi bular. Jibrilni yomon ko'rgan bo'lsa, izda bo'lsinki, Jibril hech ishni o'zchaqlab qo'yatmaydi, balki bi iznillah Allohning ruxsati bilan qiladi. Yani bu yerda Allah subhanahu va taolo bizning diqqat nazarimizni Yahudilarningki faqat payg'ambarlarni o'ldirib, Tavratni o'zgartib, Allohning oyatlarini dunyo nupuzlariga tegishib bo'ldi qilmaganligini. Balki bularningki malaikalarni mo düşman ko'rib yomon ko'rganligiga bizning diqqatimizni tortadi. Buning manda ishim bor deyapti. Manda ishim bor deyapti-da. Balki bular adovatni qalbida saqladi. Eng yaqin Allohga eng yaqin bo'lgan malaikalarga, ya'ni Qur'onning vahiyisini olib tushgan Jibril alayhissalomga bo'lgan dushmanlikni qalbida saqladi bular. Bular Jibril bizga dushman deydi. Bu inshaalloh sal turib izohlashimiz mumkin. Bu yerda bir kichkina bir masala bor. Kim bir ishlarni cho'ktamoqchi bo'lsa, şunun mənbəsiga ölçməlik şəkildə bir nimələrni oturuğa çıxırdı. Məsələn deyil, bugünkü günümüzdə, bugünkü dövrümüzdə bir Uyğur oluş sübutu bilan dinə qarşı çıxanmaydı. Qur'an'a qarşı çıxanmaydı. Çünki Uyğurun içində Müslüman doğulmayan insan yox desək mübaliğə etməydi. Müslümandan qeyri din yox, İslamdan başqa din yox, İslam'a itiqad qılmaydigan birmi adam yox. Gerçi fasıqlıq və ya ki başqa səbəblər tüpəylidən namaz oxuyanmısımı, roza tutanmısımı, dinin əməl ibadətlərini qılanmısımı, amma dinim İslam deməydiğən Uyğur yox desək mübaliğ olmaydı. O bir iki adamdan bu əhvalları bu itibar qılınmaydı. Amma maşda bir əhvaldı bolsumu bir bölük kişilərimiz bizning qanimizdan, bizning go'shimizdan yaşayotgan, yani bizden bir göç, bir terop yaşayotgan bizden qarindoshlarımızdan içinden dinga ko'nglida düşmanlik saqlayotganlar. Gerçi aşkar diyemezim. Çünkü dedik ki baya Uyg'urning içinden bir mo'min Müslüman emas deydigan adam bo'lmag'achqa bu noktadan aşkar o'tirg'i chiqib dinga ziyankeşlik yoki düşmanlik qilolmaydi qizlar aşkara. Ziyankeşlik qildiganlarimi shaklini o'zgartib bo'ladi. Endi muşula dinga ziyankeşlik qilolmay, dinga munosabatlik bo'lgan taraflarga ziyankeşlik qiladi. Shuning hujum qilish orqali dinni cho'ktamoqchi bo'ladi. Masalan, din Alloh subhanahu va taolo o'z fazli marhamati bilan millatlar ichidan arablarni tanlab, Qur'onni arab til shaklida payg'ambar alayhisolamni arablarning ichidan chiqartgan bo'lg'achqa, bular endi bizning oramizdagi dinga qilinmagan hujumini akablar bugün gündeki muşu şaraitimizdeki Araplardaki pasiflik bazı selbiyatlarını tutup eliplam Araplarını tıllaş arkalık bizden dinimizden bir yolunu üzmekçi buludu. Doğru, dinde hiç kandak bir milletin artık emez. Arap'nın Ecem'nin Arap'tan artık yeri yok. Milletler oturustaki fark şu milletlerdeki edep, ahlak, yaratkan medeniyet, hadarat, sakafet qarab buludu bu nokta inen. Ama muşu bir bizning dini sahaning ki mənbəsi şu olğaçqa bu yüzden bizning bir bağlanışlıq tarafımız oldu. Mesela bugün günde tibbi sahada okumakçı olan adam Yaponiyaga çıkıp okuydu mesela. Onda okumakçı olan adam Yapon tili öğrenirdi. Ya ki Avrupa ellerine okumakçı olan adam bağmakçı olan devletinin tillerini öğrenirdi. Bu bir akalli bir savat. Ama biz dinimizni öğrenmekçe dinin mənbəsi Arap. Til, meyli hadis olsun, Kur'an olsun. Bu noktadan biz Araplarga ma'lum jihatda bağlanımız, medeniyet jihatda bağlanımız, dini sakafet jihatda bağlanımız nurgun jihatda. Bunun yama yeri yok. Ama dinga qiladigan düşmanlikini aşkar qılanmay, anın bir qadam oldi qo'yiblar, Arablar undaq, Arablar mundaq. To'g'ri, har qanday millat bayatligimizdagi salbiyat bo'ladi. Uni shaxsiy salbiyatni salbiy shaklda tanqid qilish tamamen bo'ladi. Ammo dinga qilgan düşmanlikini yumshagan shakldagi bu pozitsiyasi Yahudilarningki Qur'oni Karim Payg'ambar alayhisolamning oldida tili tutilgan vaqtida bunga nisbatan aniq bir gapni qilamagan vaqtda akablam Jibrilga taqaydigan gap. Mush Jibril bo'lmagan bo'lsa, mushu bizning dushmanimiz san imoyat qilmasmi? Mushu bo'lmabdi emasmi? Biz buni yomon ko'ramiz emasmi deblar o'zining qilmoqchi bo'lganiga bahona ko'rsatdi.
Ama oyattagi xitob Payg'ambar alayhissalomga qaratilgan. Yahudilarning olimlaridan biri so'gan Ibn Joriya Rasululloh bilan birga o'tirib, Rasulullohga "Sen vahiyni kim olib tushdi?" degandan keyin Rasululloh Jibril olib tushdi degandan keyin Yahudi dedi, "Agar mush Jibrildan boshqasi bo'lgan bo'lsa, biz senga iymon etdik." dedi. Jibril bizning dushmanimiz, chunki doimo yer yutish, azob, uqubat mushni olib tushadigan farishta bu. Mikail rahmat, yomg'ir, mo'lchilikni olib tushdi deb bu shaklda ifoda bildirdi. Bu bir bahona amaliyotda. Akmas bahane. Bularning Jibrilni, bularning dushman ko'rishin, Jibrilning bularning dushmani bo'lishining sababi, yani bundaq bir ko'z qarashi bor bularning, bunda bir rivoyat bor. Bularning qarashicha Baytul Muqaddasni Buxtin Nasr ismli bir odam vayron qilamish. Shuning bilan Yahudilar bu vayron qildi deb qaragan va vayron qildi deb qaragan odamning qishiga o'ltagili odamdan birini avatdi. Haliqa o'ltamoqchi bo'lgan Yahudi bir kichik baladan biriga uchrab, bala so'ydida nima maqsadga kelding yoki nima qilmoqchi degandan keyin men bu xatolarni o'ltamoqchi. Chunki bizning Tavratda Baytul Muqaddasni xarob qildigan odam shu Buxtin Nasr degandan keyin haliqa bala agar bu mushu sen davatgan odam Baytul Muqaddasni xarob qilish imkoniyatiga ega bo'lib xarob qilsa, taqdir mushbeti bitilgan bo'lsa, taqdir qilingan bo'lsa, sen uni to'siy olmaysan. Çünkü taqdir qilingan ish degan biz rozi olmayli ijro bo'ladi cho'qim. Agar u taqdir qilinmagan bo'lsa, nima deb o'ltirsa uni? Mana savol qo'ydi kichik bola. Demak, kichik bolaning demak cho'g'ini bu yerda agar Alloh subhanahu va taolo Lavhul Mahfuzda taqdir degani Buxtin Nasr Baytul Muqaddasni xarob qildi deb yezib o'tgan bo'lsa, hech kim Allohning hukmini to'siy olmaydi. Sen uni o'ltirib, uni tuzishga qodir bo'lmaysa, Baytul Muqaddasni uning qo'lida xarob qilishni to'siy olmaysan sen. Ammo bu to'g'ri bo'lmay qolib qolsa, ya'ni Allohning Lavhul Mahfuzunda yezil taqdirida yezilmagan bo'lsa, qazo va qadar unda bo'lmasa, sen bir gunohsiz jonni nima deb o'ltirsan? Shundan kichik bolaning bu gapidan Yahudi ta'sirlanib, keyingi odamni o'ttamay qaytdi-da. O'zining qavmiga qaytgan vaqtida qavm buning dedi, Jibril kichik bolaning suratiga kirib, seni buni o'ltamaslikka qanoat qilibdi, qondiribdi seni deb mushu bir rivoyatlar bor bularniki. Mushta bir aqmas gaplar rivoyati. Jibrilni bularning dushman ko'rdiganligi aniq. Endi bir rivoyatda Sayyidimiz Umar radhiyallohu anhuning Madinaning o tarafida bir zimini vatdi. Shu ziminga yeri vatdi. Shu yerga boradigan vaqtda Yahudilarning suhbat so'rinlaridan o'tib, o'tirib qoladi endi. Yahudilar Umarning ular bilan o'ltog'ini o'zlarini yaxshi ko'rganini ifodalaydi deb o'ylab qoldimi dedi. Voy Umar, biz seni yaxshi ko'ramiz, ehtirom qilamiz. Senda jiq bir umid orzularimiz bor bizning. Umar bularning maqsadini tushunib qoldi-da, dedi. Men sizni yaxshilab o'ltamadim, Allohning nomi bilan qasam. Ammo Rasulullahning tasavvurini texmi bekroq tushuna, ya'ni Rasulullahninki ahvolini sizning qishingizda o'ltirib Rasululloh sizlarning gapingni qilib turdi ya, da qarab baqib Rasululloh deb bergan gaplar sizlarning oranglarda amaliy ko'rsam, texmi bir yaxshiroq, texmi ma'lumotim ko'payamiga deb o'tiryapman. Sizlarning kitobingdagi nimalar bor buni bilaymiga deb o'tiryapman deb manda dedi. Degandan keyin bular Umar radhiyallohu anhuga Muhammadga sallallohu alayhi vasallam bizning xabarlar sirlarimizga kim deb turadi, kim xabar qiladi degandan keyin Umar Jibril alayhissalom osmondan sizning xabaringizni payg'ambar islomga elchi degandan keyin bu bizning dushmanimiz dedi. Umar so'radiki, Jibrilning Allohning nazridagi o'rni nima dedi. Bular javoban Jibril Allohning o'ng tarafida o'tirdi, Mikail Allohning so'l tarafida o'tirdi degan Umar. Tamam, ish siz degandek Jibril o'ng tarafda, Mikail so'l tarafda bo'lib qolsa, bu ikkisining biriga dushman emas. Chunki bu ikkalisining o'ng so'l tarafda o'tdog'ini Alloh nazarida bir o'rni bor. Kim bu ikkalarning birisiga dushman bo'ladi ekan, u Allohning dushmani. Sizlarning Jibrilga dushmanlik qilganinglar, Mikailni yaxshi ko'rganinglar shafaat qilmaydi sizlarga. Foydasi yo'q sizlarga, hech foydasi yo'q. Chunki ikkisining darajasi Alloh nazarida buyuk deb Umar radhiyallohu anhu mandar deyabergan bir voqelik ham bor. Endi bularningki Jibrilni yomon ko'rishi ma Yahudilarningki buning
Masalan, zamanda bir podshoh yoki bir davlatning raisi buning o'ng qo'li, so'ng qo'l vazir deb bir gaplarimiz bor bizda. O'ng qo'l vazir, so'l qo'l vazir deb. Mao ma'nodan yuqoriroq qo'li demdi martaba jihatda. Doimo Mao ma'ning o'rniga chiqish uchun tuvan darajadagi vazir yoki amaldor yuqori darajadagi amaldordan o'rniga chiqish uchun bir-biriga dushmanlik qiladi ya. Bu masalani manda o'ylab qolgan gapda. Ya'ni xo'jayinning o'ng tarafida o'ttirgan, so'l tarafida o'ttirgan odam xo'jayinning qishidagi martabani talishib raqobatlashidi. Bu insonlar dunyosidagi ish. Ama malaikaning nazarida bunday ish yo'q. Allah subhanahu va taolo yuqori o'ringa erishtirmoqchi bo'lgan odamga yana birisini kamlatmay bir uningga. Ma'ninga bergan yuqori o'rinni ma'ningini kamlatmaydi. Ma'ninga bergan oningini kamlatmaydi. Allah subhanahu va taoloning ismi Haq. Jibril olib tushgan nasli Haq, Mikail olib tushgan nasli Haq. Haq haqqa qarshi chiqmaydi. Haq bilan davolashmaydi. Umar radhiyallohu anhu bularga dediki, sizlar eshakdan qattiq kafir ekansizlar. Sizdagi kufrlik Allohga nisbatan eshakdan meg'ir ekan deb bana tasvir dedi. Uni mush gapni deb bo'lib Rasulullohning qashqagan vaqtda Rasululloh uni kurak ko'masdillar. Hay Umar, Allah sana muvaffaq keldi. Umar radhiyallohu anhuning bir muvaffaqatlari bor. Masalan, haroq haqida, ayollarning kiyinish haqida mashta bosgan deb tusa, işte şu haqdagi oyatlar, şu vaqtdagi hukmlar tushgan. Bu mu? Ma Yahudilar haqqida Umar radhiyallohu anhuning chiqargan yakunimi Alloh tomonidan tasdiqlangan. Allohningki bular haqida tushirgan oyatlar Umar radhiyallohu anhu bilan bir keldi. Yani Allah subhanahu va taoloning so'zi tushdiki, qul Umar radhiyallohu anhu agapni deb bo'lgandan keyin sizlar eshakdinmi kafir ekansizlar sizlar. Demek mi dinni tushunmaydi ekansizlar, Allohni tushunmaydi ekansizlar deb kelgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bugungi biz hozir o'qiyotgan oyatni tushadiki, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik. Kim Jibrilni yomon ko'rdi ekan, Jibril dushman tutdi ekan, Jibril sizning qalbingga Allohning izni bilan tushadi va uzchoqlab qilmadi va Jibrilning qilayotgan har ishi, ijro qilayotgan har vazifasi, ado qilayotgan o'zining ishlari o'zining yuzidan bo'lmadi, Allohning buyrug'i bilan bo'lgan ish emasmi? degandan keyin Umar radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, men shundan keyin mening iymonimda tag'dimni qattiq bo'lib ketdim deb mana bir ifodasini bildirgan. Demak, Mavlaning Yahudlarninki Jibril bizning do'stimiz, nima Mikail. Jibril bizning dushmanimiz deganga buningki dunyodagi moddiy qarishining aks etgan natijasi. Allah subhanahu va taolo o'zining rasuliga deydi, bular Jibrilni yomon ko'rdi, chunki Jibril sening qalbingga Allohning izni bilan Qur'onni tushadi. Madam Allohning qeshidan sening qalbingga tushgan ekan u, nima ish o'daning buni bilan? Jibrilning ne aloqasi bor? Bunun Jibril faqat at tushdi. Ama onun tushagini Alloh nim deb u Jibrilni yomon ko'rdi ular. Halbuki shu Qur'onning o'zi ulardagi shu Tavratni tasdiqlaydigan tursa, mu'minlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, xush bishorat beradigan tursa, nari yomon uniki. Nim deb yomon ko'rdi? Masala u emas yani. Bularning xarakter masalasi. Bu yo'lda mang'usi yo'q bularning yani. Yuqorida deyilgan turlarning qaysi turi Jibril bular inkar qiladigan tur. Nimani inkar qiladi? Ularning Tavratdagi mazmunlarga, Qur'onning mazmunlarini udul kelganligini inkar qiladi. Hidoyat to'g'ri yo'lni ko'rsatganligini inkor qiladi. Xo'sh bishorat berganligini inkor qiladi. Nimani inkor qiladi demdi bular? Ya'ni sizlarningki Jibrilni bu xil shaklda yomon ko'rishinglar Allohni yomon ko'rganlik amaliyat. Chunki ishlarning hammasi Allohning buyrug'i bilan bo'lib o'tadi dedi. Ayatın davamı 98. ayette Men kana aduwwan lillahi ve malaikatihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikail fe innallaha aduwwun lil kafirin deb ma ayetdan da bu meselege nisbeten meselelerning hammasini bir-biriga munosabatli ekanligi, bir-biri bilan bog'langanligi, meselelerning pochilanmaydiganligini o'tirib qo'yadi. İnsonda bo'lsin, haqni istagan odam haqqa munosabatlik hamma narsani tang istaydi. Haqni yaxshi ko'rmagan odam oshkor e'tirof qilinmasmi o'zining yaxshi ko'rmaydiganligini bir yeridan bana ko'rsatib, "Av anda olmagan bo'lsa, ma'munda olmagan bo'lsa" deb bana ko'rsatdi. Bir odamningki dinga haqiqiy kirgisi bo'lsa, atrofidagi o'zi aralashgan mollamdan birasininki yoki o'zga uchrab qolgan musulmonning biri salbiy ishlari uning haqiqiy dinga kirgisi va yo'lini to'smaydi. Ammo dinga kirgisi bo'lmasa, o'zi uchirgan bir musulmon deb qarilayotgan odamdan birisining uchirgan salbiy ishdan birini ko'radiliganda, "Ey musulmon degan mashta olamda qo'yava" deydigan. "Ey ulamo degan ashta olamda qo'yava" deb
özünün aşı yolda mangmaslıqqa bahana köz tutgan mında olmaydı işler. Haqiqisi bunda olmaydı. Allah hazırkı biz okumakçı olan 98. ayette şunu muayyenleştirip atıdı. Mesela haq olsa, haqqı münasebetlik kim olsa buluyordu. Qandaqdır bu bizning dinimizninki Arablarning tili, Arablardan chiqqan payg'ambar orqali chiqib qolganligi bizning bu dinga ergashmasligimizni taqozo qilmaydi. Tushunsin, ham xiyolni qilmasin. Arablarni ayblab, Arablarni so'kib, Arablardagi hozirgi pasiflikni o'tirg'a chiqib, bizni bu dindan yondiramiz deb o'ylamasin bir-birlik insonlar. Bu dinning munosabatli bo'lgan kishilarningki ba'zi pasifliklari, ulardagi ko'rilgan ba'zi salbiyatlar bizni bu dindan qaytara olmaydi. Chunki bu haq. Haqqı münasebetlik onasının hemmesi haq. Haqqı münasebetlik olgan onu yoki buni yomon ko'rish orqali o'zimizga bahona izlamayli. Mushunda aytadiki, kimki Allohga dushman bo'lsa, malaikalarga dushman bo'lsa, Allohning payg'ambarlariga, elchilarga dushman bo'lsa, Jibril, Mikail dushman bo'lsa, Allah kafirga dushman deyapti. Demak, cho'g'ini dinga munosabatlik, Allohga munosabatlik, haqqi munosabatlik ishlarga o'ch ko'rganlar, yomon ko'rganlarningki erişidigan neticesi, tamgısı küfre. Başkandan ulağa maskenmeydi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala hükümünü verdi bu yerde bu ayette. Peygamberini yaman kögellik, malaikeni yaman kögemine okşaş. Cibril'ni yaman kögemine okşaş. Mikail'ni yaman kögemine okşaş. Allah'ni yaman kögen bilen okşaş. Allah subhanahu wa ta'ala melaikede bütün sıfatda ekip bulup Cibril'le Mikail'ni ayrım isim bilen tilga aldı. Yani kimsini her qandaq bir şeyini hakikatinin için ayırıp çıkarıp ayırıp ötenmeysiniz siz. Bir yerdeki mesele parçalanmaydı. Bir bütün mesele. Kim malaikelerge düşman buldu iken, Cibril'ge düşman buldu iken, Mikail düşman buldu iken, Allah'ın Resullerge düşman buldu iken, evvelen ahiren Allah'ın düşmanı bu. Çünkü onun oturusuna ayrış yok. Hemmesi haq etrafında çökülüp atkan. Bir haq degende yaman ko'rish olmaydi, dushmanlik olmaydi. Dushmanlik nereden paydo bo'ladi desa, sening xohishing, havasingga to'g'ri kelmagan yerdan paydo bo'ladi. To'qinishib qolgan yerdan paydo bo'ladi. Bu dunyo ishlarida 101 da qarshiladi. Qachon sening ideyangga to'g'ri kelmagandan keyin bu atgan ahvol. Sening maqsading haqni tepish emas, balki haqni chuvish, yiqitish. Haqni chuvanmagan vaqtida an haqqi munosabatlik bo'lgan boshqalarning ig'izga chiqib qolgan yoki buni tutib olib turib an haqqa hujum qiladigan ish. Oyat karima bu yerda Alloh subhanahu va taolo va uning malayikalari, elchilari Jibril, Mikail o'tirisidagi haqning birligini isbotladi. Hammasi bir hukm. Alloh demak uning malaikalarini yaratdi, malaikalarini buyurdi. Malaikalar qilgan har bir ish Allohning buyrug'i. Elchilarni avatdi, elchilar degan har bir so'z Allohning so'zi. Elçilerin yetkizgen her bir talimatı Allah'ın talimatı. Demek mesele bir mesele bu yerde. Kim ki buladın birisini yaman görüdüken hemini yaman görüyen buldu Allah'ın düşmanı. Yahudiler Allah'ın düşmanları. Çünkü Allah'ı inkar kıldılar. Resul peygamberlerin düşmanı. Çünkü peygamberlerini inkar kıldı, öldürdü. Yahudiler Allah'ın düşmanı. Yani yukarıdaki Allah subhanahu wa ta'ala bizning dikkat nazarimizni dindeki hakikatinin bir bütünlüğüge, birliğige, bir hukumluğuga diqqatimizni tortadi. Dinde hech qanday narsani parchalab muomala qilmaymiz. Din babaga kelgan vaqtda temi din bo'ladi ekan, dinga munosabatlik bütün haqlarning hammasi bir hukum. Bunun manbasi Allah subhanahu wa ta'ala. Onun elçisi malaikalarning ishidan Allohning elçisi Jibril. İnsanlardan elçisi peygamberler, elçiler Allah avatgan. Mikail yaxshilik, mulklikni olib tushdi. Çünkü iman hayatlıqning mavjudligining asosi. Kim malaikalarga dushman bo'ladi ekan, elchilarga dushman bo'ladi ekan, Jibrilga dushman bo'ladi ekan, Mikail dushman bo'ladi ekan, o'xshash kafir. Çünkü ayet mavlaga dushmanlikni bir dushmanlik deb muomala qilmayapti. Buni yomon ko'rishni odatdagi bir yomon ko'rish deb atımida ayet Allah nima deb hukm qildi? Bu kafir deb. Peygamberinin qaysi birisini yaman görse, malaikalarning qaysi birisini yaman görse, o'xshash kafir, o'xshash. Allah subhanahu va taolo Peygamber alayhissalom bilan demidi bu hukmni. Oyatga qaranglar, qul degan bir so'z bor beshida. Ya'ni Peygamber alayhissalomni bu hukmni e'lon qilishga buyurdi.
Demane, oturuğu koymane, hemeden bilsin. Yahudlarının kafir ekenligini hemeden bilsin. Yahudlar hakka açta ilham veriyordu. Şu açta bir vehme gisap koyuyordu. Üzüne xuddi Allah'ın tallanğan bendileri, samavi şeriatının sahipleri, samavi kitabının sahipleri dek tuygurudu başkalarga. Üzünüme hakkısıdı, közsüzü ornudu bula. O bahane ya ki bu bahane bilen. Ama Allah davatıdı ki, bu kafir davatıdı. Bu dinden çıkan bunu davatıdı. Gerçi bunun eğizli samavi dinini tutkan, samavi kitaplar egeçkenlik dava olsun mu? Bunun emeliyeti bu. Kur'an bunu hiç bir vatıdı. Mesela ehli kitabının bu kadar içinişlik ötküzgen hatalıkları, şu arkalık bulanın kafir olganlığı meselesi bir kadar aydınlaşkandan keyin endi gapning postkallısı geldi. Yani asasi maksat Peygamber Aleyhisselam'ınki risalette Peygamber Aleyhisselam'ınki rastçılığı dünyaya avatilgen insanlara rahmet kıp en ahırda avatilgen ondan ondan başkası bulmagan bir elçilik vazifesinin sahibi ekanligini Allah Subhanahu ve Taala bizga emdima 99. ayette bayan kılıp ve laqad enzelna ileyke ayatin beyinat ve ma yekfuru biha illa'l fasiqun. Biz sizge nayt roşan ayetlerini düşürdük. Bu ayetlerge inkar kılıp bununla tanıdık Allah fakat fasıklar dedi Allah Subhanahu ve Taala. Yani Allah Subhanahu ve Taala yukarıdaki mezmunlardan keyin Muhammed Aleyhisselam'ınki elçilik vazifesinin rast ekanligini ta'kidlashga yetkeldi. Ayetler nayt roşan, yani her qanday insan aqli işleydigan, iman etishni xohlaydigan har qanday insan bu ayetlerge anaqladi iman etadi. Nayt iniq pak mesele iniq. Ama ehli kitapta körülgenge o'xshash g'ayri xarakteri ko'rinib, boshqacha niyat, boshqacha mudda bo'lib qolgan vaqtda uning amali yo'q. Ammo aqli sog'lomlan bo'lsa, zada haqiqatdan izlasa, yetarlik Payg'ambar islomga tushirilgan oyat paketlar. Ammo fosiqlikni, fojirlikni maqsad qildigan odamlar bular iymon etmaydi. Unda olganda mushu oyatdagi ro'shan oyatlar deganning ma'nosi nima? Oyat asl lug'at ma'noda paket, ajoyib ish degan ma'noda. Çünkü möciz Peygamber tushirilganning hammasi möciz o'g'achqa buni oyat deb atalgan. Rasulullah'nınki Allah'tan to'g'ri ravishda yetkazayotganligini isbotlaydigan bir möcizlar bu oyatlar. Qur'onning oyatlarini ham oyat deydi. Mana bilib olinglar, arab tilida Qur'onning shunday oyatini oyat deydi. Payg'ambar islomga berilgan mo'jizalarni ham oyat deydi. Payg'ambar islomga berilganni biz tarjima qilgan vaqtda delil paketlarda tarjima qilamiz, mo'jizalarda. Qur'ondikini oyat deb tarjima qilamiz uyg'urlar. Ammo arab tilida har ikkilasi oyat. Hani beyinat degan gap, ayat beyinat ro'shan deb tarjima qildik. Buning ma'nosi hech kim ixtilof qilmaydigan, uni bayon qilmasin bo'ladigan uchuq iniq masalani, iniq ishlarni beyinat deymiz. Va ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Fasiqlar buni inkor qiladi. Fasiq haqida biz ilgirki bir darslarimizda to'xtalgan. Fasiq yo'ldan chiqish, itoatdan chiqish degan bo'ladi. Aslisi bu mandayatdan ilingan. Ya'ni höllükten çıkışını asli mevcuduninki höl halatini qurup çıkışını fasaqa deb qo'yamiz. Yani bir g'o'ri deb qo'yamiz, mevlarning g'o'risi va g'o'ri pishib oxirida yumshab bir höl holatiga keladi. Ama mushu höl holat kelishdan ilgari uni postini suyab og'lanmaydi. Mayli shaptul, o'rik, har qanday bir mevjud höl holatga kelishdan ilgari uni so'yg'lanmaydi. Ama höl holatga kelib toza yumshab may bog'lagan vaqtida postninki mevjudun asla o'zligidan tabiiy yiroqlashib ajrab ketganligini deymiz. Shu vaqtida fasaqatur rutba deb qo'ydi, höllük o'tirg'i chiqdi degan ma'noda. Yani Allah'ın menajerinden çıkan adamni şu fasık, yoldan çıkan adam deb qo'yamiz. O'zini mushu yo'lda men da'vo qilsam, ammo qilayotgan ishlarining hammasi amaliyotda u yo'ldan sirtib o'tqaz, bu fasık bo'ladi. Am bu yerdagi ma'no Allah subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolamni kuchlantirgan, Rasulullohga avatgan dalil paketlar kufarlarning oldidan aytdi. Ro'shan, hech qanday dalilga ehtiyoj qilmas. Payg'ambar alayhisolam hayotida bir so'z o'qib boqmagan. Mayli lafzi jihatdan olsun, ma'ni jihatdan olsun, mo'jiza bo'lgan bu Qur'onni olib kelyotdi. Bunun o'zi bir cho'ng mo'jiza o'qimagan bir insonda bu dalilga ehtiyoj qilmas. Allohning rasuli dunyo qiziqtirolmaydi. Chunki dunyo qiziqtirgan bo'lsa, ishning beshidan Qurayshlar butun mol-mulklar bilan boyiqib o'tmoqchi. Bu dinni qanchalik ba'zan buni tashlash uchun dunyo qiziqtirolmaydi. Mana buning o'zimi Rasulullohning bir prinsip egasi, osmondan kelgan bir risolat egasi ekanligining dalili bo'lmamdi. Agar Rasululloh dunyoni ko'zlasaydi, mol-mulkni ko'zlasaydi, podshohlikni ko'zlasaydi, ishlarni tashlab bo'ldi. Ammo tashlamadi Rasululloh.
Peygamber aleyhisselam asmandan vahiy qilinayotgan Qur'onni bizga xabar beryapti masalan. Mesela mush Qur'onda, mush Qur'on orqali necha yillar, 9 yillardan keyin yuz beradigan jangning natijasi haqida xabar beryapti. Munofiq kuffarlar ularning qalbidagi o'ylayotgan o'y fikrini xabar berish orqali bularni rasvo qilyapti. Kelgusida yuz beradigan hodisalardan oldin bishorat beryapti. Koinot qonuniyatlaridan bishorat beryapti. Ondan boshqa Qur'on o'ziga olgan turli ilmiy, astronomiya, dunyoga munosabatlik har xil mo'jizalar bor. Mushlarning hammasi ro'shan paket. Qur'on buni kuffarlarga oldiga tashlayapti. Qani nochon olsan kel. Buning nima desa davatidi. Buning hammasi ro'shan dalil paketlar. Hech kim buni inkor qilmaydi. Sog'lom odam, insofli odam, kallasi ro'shan, qalbi sog'lom odam inkor qilmaydi. Illa kamdi ma yo'l bo'lgan bu yo'lda mangmayda bilib turib yo'ldan chiqmoqchi bo'lgan. Ko'nglida e'tirof qilsinmi, e'tirof qilmaslik niyati kelib qolgan odam, xohishi, ko'ngli, ma'lum manfaatlari boshqa yoqqa tortib, shundan keyin ketayotgan odam bo'lmasa, buni inkor qilmaydi. Endi mayli atrofimizdagi olamdagi, Qur'oni Karimdagi, Rasulullohdagi mo'jizasi buning hammasi bir tarafsiz fikrlan bo'lsa, yetarli buningga. Ama bir tarafga egib ketgan, mutaassib bo'lib qolsa, uning amali yo'q. Ama tarafsiz, haqni izlaydigan, zaten mush ish haq bo'lib qolsa, buni qabul qilaman deydiganlar sog'lom fikr bo'lib qolsalar, yetadi. Ya'ni Qur'oni Karimning Allohdan kelganligini, mayli til jihatda, ilmiy jihatda mo'jizalar bilan to'shaq ekanligini va kelgusi avlodlar uchun yana mo'jiza peti qilib qo'yib, yangi shaklda qilib qoladiganligiga bu bilalaymiz bu nuqtadan. أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني يهودي لانın yana bir mecazi. Yani Allah Subhanahu wa Taala İslam dinininki ve onun kitabı Kur'an'ninki iman eğitiş bir şuna aklı bilen qarab baqsalam buladigan derecede roşan ayet, roşan paketlarning bağlaqını bizga bayon qildi. Bu ahvol Yahudilar İslam qarşı tutgan pozisiyani burun bergen bütün va'dlarning hammaga qarshi qilib qo'ydi. O'zining tabiiy iymoniga qarshi qilib qo'ydi. Allah Subhanahu wa Ta'alaga bular Tavratdagi Payg'ambar alayhisalom haqida kelgan mazmunlarni ushamaslikqa bergan va'dlarga qarshi qilib qo'ydi. Rasulullohga iymon etishga bergan ahdiga qarshi qilib qo'ydi. Musa alayhisalom bulardan islomning payg'ambari kelgan vaqtida iymon etishni talab qilgan tarafiga qarshi qilib qo'ydi. Bularning hammani Alloh subhanahu va taolo yuqorida bayon qildi. Ali Imronning 81-oyatining bu haqda bir oyatlar bor. Va iz akhadallohu mitsaqan nabiyyina lama ataytukum min kitab va hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Iniqla payg'ambarlardan mashta mitsaqni oldi. Sizlarga bir payg'ambar kelib, sizlardagi shu mazmunlarni, shu ta'limotlarni tasdiqlaydigan bir payg'ambardan birisi keladi. La tu'minunna bihi va la tansurunnahu deb bunda ahd olgan. Bunga iymon aytib, bunga yordam bersizlar deb ahd olgan. Demek yuqoridagidek bilyapmiz, Musa alayhissalom dinmo ahdi elindi. Banu İsrailga yetkizdi bu ahdini. Banu İsrail bu ahdini Peygamber sallam avatilgan vaqt obdan biletdi. Banu İsrailning qashda Rasulullahning inchki nozik sifatlari batdi, ammo bular nurg'un ahdlarni buzganda buni mu buzdi. Rasululloh kelgan vaqtida buning amal qilinmadi. Birisi, mesela bularni buzgan ahdlar nurg'un biz yuqori nurg'un so'zlab o'tdik. Shanba kunlikda ishlamaslik va'dasi. Bular Allah'ın bu buyruğuna biliklarning kölçeklerini, bilik olaydigan qapqallarni yasab, bilik kirib chiqolmaydigan manda şekilde hile qildi bular. Bu Allah'ın buyruğu hile qilganlik, bu bir buzganlik. Andaki bularning bir ilohga iymon etish va'dasini buzdi bular. Muzayga ibodat qildi masalan. Bularning Musa alayhisalomga Alloh ularni ziroat va vodiga kirishga buyurgandan keyingi bir degan gapi bor. Bu ahvollari, chunki bular osmondan tushayotgan manni salva ning o'rniga zamindan chiqqan o'simlik yeymiz ya, shu vaqtdagi gapi, ya'ni Musoga fazhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qadam. Meyakiringlar Alloh sizlarga mazmunni iroda qildi desa, sen Robbing bilan bir urush qilinglar bizni tuttirdi degan bu gaplari. Ondan başqa meyli can haqqida, asrlar haqqida, ibodat haqqida qilingan nurg'un ahdi misaqlar vatdi. Bularning hammani buzgan bular. Mushu ahdi misaqlarni buzgunidek Rasululloh haqqidagi buldan ilingan ahdi misaqlar va'dalarini unutib buzdi bular. Yani Allah subhanahu va taolo bularning ustini turtig'ini ko'targan vaqtda qalbiga qo'rqinch
kirib tağın üstüge tushdiga o'xshaydi deb o'ylab bunda bo'lgan ahvollari bor. Amaliyotda bularning gumon etdi bu haqiqat emas. Chunki Qur'onning o'zi Alloh subhanahu va taolo buni qanday ifodalayotdi? Va zannu annahu waqi'un bihim. Bular o'yladi deyotdi. Bular xiyol amaliyotda. Tağını kurab iman etibotdi. Tağ shunda yiroqlashishlar ini va'dasini buzdi bular. Ya yomon jiq buzibdi bular. Rasulullohning davri duchidisa va'dalashgan va'dani buzgan misollari intayin ko'p. Masalan, Mulla Peygamber Aleyhisselam bilan Medine hicret qilgan vaqtda qilgan ahdi misoqlari bor. Buni buzdi Xandaq g'azotida. Musulmonlarning qo'shinining keyindan urush uchun kofirlarga yo'l ochmamoqchi bo'ldi shu vaqt va'dani buzib masalan. Demak, buning buzgan va'dalari intayin ko'p. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatida deydi: "Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum." Bular qachon bir va'da qilsa, bularning ichidagi bir-birlik odamlar buni cho'rib tashlaydi deydi. Mishada Alloh subhanahu va taolo bularning zodi va'dada tumaydiganligi, ahdisi tumaydiganligini tilga oladi, lekin ehtimolli qonuniyatida, qonuniyati bo'yicha nabadahu fariqun minhum. Ularning ichidagi bir-birlik kishilar. Nimishqa va'da misoqni ching saqlaganlar bor. Allah'a va'da qilgan ishlariga sodiq bo'lganlari bor. Masalan, yangi dinga Muhammad alayhisalomga iymon etmoqchi bo'lganlarimi bor? Bundaqlarimi bor? Umumlashtirib o'tmaymiz, biz mutlaq deb o'tmaymiz. Ammo bular asal. Ko'p sonliqi, buning ko'p xil, bunda millat xarakterlik ahvoli va'dani buzish. Demak, endi bularning hammasi bir xil emas. Qanaqdir bu yuqoridagi deyilayotgan gaplar mutlaq yahudlarga deyilmaydi. Chunki yahudlarning ichida va'dani buzmaydiganlari bor. Alloh subhanahu va taolo endi mayada iymon etmoqchi bo'lgan kishining oldida eshikni ochmoqchi. Nimishqa agar hammasini ochdi deb aytsa, olamda Alloh bizga mutlaq hukmni qilib bo'libdi. Biz iymon etmoqchi edik, va'dani saqlamoqchi edik deb qolmasin uchun. Ammo mushu va'dasini ching saqlab, ma dinga kirganlar, ma iymonni aytganlar intayin az. Shuna Alloh subhanahu va taolo oyatlarda bal aktharuhum la yu'minun. Mana ko'pincha iymon etmaydi deydi. Ya'ni va'dani buzdi bular. Va'dani iymonni buzdi bular. Mana bu xil kishilar Banu Isroilning ko'p sonli kishilar. Shunga mana millat xarakterli hukm qilgan vaqtda mush buncha hukm qilamiz, ammo bir nuqtani saqlash kerak, ehtimollik qoidasiga rioya qilishimiz kerak. Har qanday mutlaq bo'lmaydi. Bir millat askop kelsa, butun askop kelmaydi. Ma'lum bir qismi uning aski emas. Mushning o'xshash bir masala bu yerdagi. Bularning shu yuqorida deyilgandek ayib nuqsonlardan birisi 101-oyatdagi "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Bular ahdini buzgandan boshqa qachoniki bularning qishiga bir payg'ambar kelsa, u payg'ambar ulug'ida qarshi gapib emas, mushuli ibberayotgan, davatgan, so'zlayotgan ta'limotlarga mas ash ta'limotlarni tasdiqlaydigan shaklda payg'ambar kelsimi, mushu kitob berilgan ahli kitobning bir bo'ligi Allohning kitoblarini cho'rib tashlaydi yana. Xuddi bilmaydigandek amaliyotda biladi ular. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomga iymon etishga munosabatlik ahdi misoqni buzgan yahudlar haqida so'zildi ilgirki oyatlarda. Buni buzganligini so'zildi bilib turib. Deb bo'lgandan keyin amde davotida ularga Allohning qishidan har qanday bir payg'ambar kelib, ulardagi Tavrat yoki Injildagi ahdi misoqlarni tasdiqlagan shaklda payg'ambar kelsa, ya'ni demakchi uni Qur'onga shahid qilyotdi. Qur'ondagi mazmunlar Tavrat mazmunlariga udul kelsa masalan. Qur'on Tavratdagi mazmunlarni tasdiqlagan shaklda kelsa, Mishqarsi chunki Qur'on Allohning qishini tushgan, Tavrat Allohning qishini tushgan prinsip jihatda emas yo'q. Ammo ba'zi rayon xarakterlik, millat xarakterlik sharoitlarning o'xshamasligiga qarab o'xshamaydigan ba'zi ahkomlarga u boshqa, ammo prinsip jihatda o'xshash. Ammo Tavratni bular o'zgartirib, ba'zini yuşirib, almashtirib, yo'shamoqchi bo'lganni yuşirib, qo'shmoqchi bo'lganni qo'shayotgan bo'lsa, ba'zi yerlar zidlikda tabiiy. Shuningdek, Qur'on qanday keliglik desang, avlu yushoga yana oshkorlab, masalan Yuşamağa yerlerini ta'kidlab, o'ynashmağa yerlerini, o'zgartgan yerlerini aslisine kildigan munda kilidamdi. Munda olgan chaqda, munda olg'achqa nabada fariqun minallazina utul kitab kitaballohi wara'a zuhurihim. Ya'ni mushu kitob berilgan ahli kitobning bir bo'lik kishilar Allohning o'ziga avatilgan kitoblarni cho'rib tashlaydi bular. Bular burun Tavratni bir qitim cho'rib tashlagan. Bir kitobga cho'rib tashlagan. Endi oxirgi kitob bo'lgan Qur'oni Karim kelibdi, buni mi cho'rib tashladi yana? Mushada Alloh subhanahu va taolo nabazada bir fe'lni ishlatdi. Nabazana ma'nosi bir narsani yiroqqa cho'rib o'tgan bo'ladi.
Demek ularning kitaplardaki Peygamber Aleyhisselam'ın süpetlerini mi çörüp taşıldı bula. Resulullah'ın kilidğanlık bilen hoş bir şaratını mı çörüp taşıldı bula. Çünkü burun bula müşriklerge, Araplarga bir peygamberning zamanı geldi, biz onu iman etip sizin atılan İramni öldürgenlik, öldürümüzde qoğa saldık adamla itti. Lekin vaqt kelemedi, çörüp taşıldı. Ayetki nebede fariqum degan, fariq yani bir bölük cemaat degan bo'ldi. Tabii ki kitapni çörüp taşmagan yani bir bölük cemaatlimi ba. Yani İbn Salam deymiz, Yahudilarning cho'ng olimlarining birisi, Rasulullahni tasdiqladi, iman etdi. Kabul Ahbar deymiz, bu musulmon bo'ldi. Agar meni Qur'oni Karim hammasi ashla davatgan bo'lsa, bir fariq demagan bo'lsa, balkim iman etganlarga insof qilmagan bo'ldi. Lekin Qur'on unda qilmadi. Yahudilar millat xarakterlik ashta odamlar, ammo buning ijtimoiy iman etadigan yaxshilarni bo'g'achqa Qur'on har doim mushtiyatda inchiklik bilan ifodalayotdi. Vara'a zuhurihim ayatdiki keyinchi degan gap bu. Tabii ki taşlaganda aldığım taşlaydı, keynini taşlaydı. Aldığı taşlagan vaqtda ko'rib turdi endi bunimda. Balkim qaytib bir qitim qo'l g'ilib, qaytadan bir qitim o'ynab qiziqtirib qilishi mumkin. Lekin mayalgi ifodada vara'a zuhurihim degani zodi tamamen unutib ketib qaramaydigan darajada qiladigan shakl tashlayotdiki, bular ikkinchilab u narsalarga qaramadi, qaytimi o'ylashib baqmadi. Bularning naqadar buningdan yuz o'rgan, naqadar inatchiligi, naqadar xarakterininki bir yakitib qolganligini ifodalayapti. Ka'annahum la ya'lamun. Xuddi bilmaydigandek. Amaliyat biladilar, yani bilmagan qiyofatga kirib oladi. Rasulullahning bishoratlarini, Rasulullahning sifatini bilmagan qiyofatga. Ka'annahum degani amaliyatda haqiqiy jazmiyat bilib deganlikning dalili. Chunki ular bilmagan bo'lsa nima deydi? Kitob birilgan odamlardan bir bilgan odam Allohning kitobini keyniga tashlab bilmagan ahvolda deydi Qur'on. Lekin nima dedi? Ka'annahum dedi. Ka'annahum degani xuddi bilmagandek degani, uni keskin biladi. Lekin bilmagan qiyofatga kirib oldi deyapti. Shu mishada bir narsaga diqqat qilishimiz kerak. Tashlash uning qarshisida palonini tashlab pukuniga agashdi deyishi mumkin. Ammo bular Allohning kitobini tashladi, uniga nimaga agashdi? Bir adam bir yo'lni tashlasa, yana bir yo'lga kiradi. Bir yo'lni tashlasa, yana bir yo'lni topadi. Bir kitobni cho'riyapti, nimaga agashdi endi bular? Bunun cevabı inşallah kire saatlik dersimizde bayan qilamiz. Allah'ın kitabının yüz örüp nimini üzgü prensip kıldı, nimige ergeçti. İnşallah Allah nisip kılsın saatlik dersimizde sözdeyimiz ve ahru da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin.